Yaxshimisiz? Rahmat. Charchamayapsizmi? Efir tomosha qilyapsiz shekilli, yangi ovozim eshitildi. Siz sirli qutcha yutib oldingiz. Akajonim, bu kanalimizda yangilik. Efirda telefonni qo'yib turasiz. Akajonim, bu sirli qutida hozir bir sirli bir sovg'a bor. Nimaligini bilmaymiz. Nimaligini hech kim bilmaydi. Только, наверное, Аллах знает, зачем они это сделали. Men sizga hozir bir tavsiya qilaman. Agar meni tavsiyam yoqmasa, sovg'ani tanlashingiz mumkin. Keling aka, 10 million so'm pul beraman. Bir tundan 10 million so'm ishlab topaman. Qanaqa deysizmi, xos ko'rsataman. Ket. 10 million so'm pul kartingizga shundoq tashlab beraman. Sovg'ani ochmaymiz. Balki buning ichida hech narsa bo'lmasligi mumkin. Balki katta sovg'a bo'lishi mumkin. Qay birini tanlaysiz? Sovg'a. Sovg'ani tanlaysiz. Nimaga 10 million so'm katta pul? Gap qo'ydi. Men hech narsa chiqmay qolsa nima qilasiz? Ha, bitta qarab ko'ring-chi, bitta ko'ring. Aka 20 million so'm beraman aka. Ochmaymiz buni. Kartingizga tashlab beraman sразу. Tirsa tushadi aka. Qanday bir sovg'ani ko'raylik. Hech narsa chiqmasligi ham mumkin aka. Bu bori bu yoki bir zo'r sovg'a bo'lib ketishi mumkin. 20 million so'm pul. Agar sovg'ani tanlasangiz 20 million kuyib ketadi, bilasiz, to'g'rimi? Olib borilayotgan tizimli islohotlarni qo'llab-quvvatlagan holda 30 million beraman aka. 30 million so'm beraman aka. Qarang aka, hozir ichidan hech narsa chiqmasligi ham mumkin. Bu bori bu. olib borilayotgan tizimli islohotlarni qo'llab-quvvatlagan holda 40 million beraman aka. 50 million beraman aka. A few moments later. Jami zaman bo'lsin akajonim. Aka Spark beraman, bo'ladimi? Menga. Oo! Voy joningiz sog' bo'lsin. Aka shu 5 ta farzandim bor deganingizga minilgan kubok beraman. O'z kubok tayyor o'zimni kubokim bor bitta. Ochmaymiz sovg'ani. Gaplashing aka, hozir bundan hech narsa chiqmay qolsa, men keyin hech narsa ber. U bori chestni aka. Xafa bo'lish, ko'ngilga qarash yo'q u yoqda. Sovg'ani ko'raylik. Sovg'angizga xabar qilmaysiz, lekin bilaman. Yo'q, endi menga ham ishonch yo'qda, akajonim, meni ham qalbimda hech narsa chiqmay qoladigan vaqtlari bo'ladi. 1 daqiqa vaqt maslahatlashing uydagilar bilan. Mayli. Hozir dadangizda bitta kubok bor hisobi. Podpischilar, nima deysizlar? Mana podpischilarning bir gapini ham o'qib ko'ring, kommentariya bormi? O'qib ko'rib oling bitta. Kubokmi? Muborak bo'lsin Cobalt avtomobili sizga akajonim, tabriklaymiz. To'ylarga xudo xolasa yaxshi kunlarga mening. Akajon, Spark mashinasi bor edi buning ichida Allah. Mana kutchamiz. Mana. Sog' bo'ling, qizaloqlarni hammasini tabriklab qo'ying. Yigitlarimiz siz bilan bog'lanishadi akajonim, maylimi? Salomat bo'ling, mashinalar muborak bo'lsin. Xo'p bo'ladi.